Assalomu alaykum Edim Mirzo kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana foydali narsalarni o'rganishda davom etamiz. Bilasizlar, bizning kanalda umuman har qanday turdagi bilimlarni mutlaqo bepul olishingiz mumkin. Bu safargi darsimizda nimani o'rganamiz sizlar bilan? Sun'iy intellekt bilan ishlashni umuman bilmaydigan odam ham bemalol mana shu videodan keyin o'zi mustaqil video, rasm generatsiya qilishni to'liq bilib oladi. Hamma sir asrorlari bilan. Bu video juda ham foydali bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham obuna bo'lishni unutmang, chunki videoda kanalimda bundan keyingi videolar siz uchun yana ham foydali bo'ladi. Eng dolzarb, eng kerakli mavzularni bepulga o'rgatib boraman sizga. Xo'p. Bugungi video darsimizda nimalarni aynan o'rganamiz? Xo'p, birinchi o'rinda sizlar bilan rasm generatsiya qilish, ya'ni rasmni qandoq qilib sun'iy intellekt yordamida deylik, o'zingizni rasmingizni yuklab o'zgartirish, qaysidir shaharga paydo bo'lib qolish degan narsalar, umuman yo'q joydan prosta rasmni paydo qilish, xayolimizdagi rasmni, shu narsalarni ko'ramiz. Video generatsiya keyingi to'xtaylik, video generatsiyaga o'tishdan oldin rasm generatsiya qilishda qaysi sun'iy intellekt bilan birga o'rganamiz, shuni ko'ramiz. Nano Banana degan sun'iy intellekt bor, hamma biladi. Shuni Nano Banana 2, Nano Banana Pro sun'iy intellekti bilan rasmlar bilan ishlashni o'rganamiz. Bundan keyin bo'lsa, albatta video generatsiya. Video generatsiyada biz sizlar bilan VO3, xo'p, bundan tashqari OmniFlash yangi turdagi sun'iy intellekt chiqqan, aynan 2026-yilda. VO3 bilasizlar, 2025-yilda ham bor edi. 2026-yilda chiqqan sun'iy intellektni sizlar bilan o'rganib, farqlari, qaysi biri yaxshi, qanday ishlatish mumkin, qayerda ishlatiladi, bundan tashqari nimalar qilish mumkin unda, shu haqida sizlar bilan bugungi videoda gaplashamiz. Xo'p, videoyim agar sizlarga oz bo'lsa ham manfaatli bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, kommentariyada fikringizni qoldirib keting. Bundan tashqari videoni aynan sun'iy intellektda video generatsiya qilishi yoki rasm qilishi o'rganmoqchi bo'lgan tanishingizga jo'natib qo'ysangiz, ularga ham manfaatli, foydali bo'ladi. Sababi men hozir o'rgatadigan narsalarni ko'pchilik kurs sifatida sotadi. Bu narsani kurs emas, bepul mana shu bitta videoni ko'rish orqali to'liq o'rganib olasiz. Xo'p, endi boshlaymiz siz bilan. Keling, hammasini noldan ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda siz brauzerni ochib olishingiz kerak. Brauzer deganda, deylik, sizda Chrome bo'lishi mumkin, Safari bo'lishi mumkin. Endi shu o'rinda aytib ketmoqchiman, ko'pchilik savol beradi. Ya'ni telefonda ham generatsiya qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Men aynan siz ko'rsatayotgan narsalarni telefonda bajarsangiz ham bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda nima qilasiz? Xo'p, keling ko'rib chiqamiz. Xo'p, brauzerni ochib olganingizdan keyin mana bu joyda qidiruv qismi bor. Hamma biladi. Nolavoy holatda tushuntiryapman, iloji boricha tushunarli bo'lishi uchun, yoshi kattalarga ham, kichiklarga ham tushunarli bo'lishi uchun nolavoy, ya'ni sodda tilda tushuntiryapman. Xo'p, aynan brauzeringizga kirganingizda aynan shu qismida yozadigan joy bo'ladi. O'sha joyga yozasiz, flow deb yozasiz. Xo'p, yozganingizda sizdan mana bir narsani so'rashi mumkin. Captcha degan narsa bor. Ya'ni bu siz shunchaki robot yoki robot emasligingizni aniqlab olish uchun. Hop, bu joyda aynan mana shu qismga bosib turib, bu etapdan o'tamiz sizlar bilan. Endi kirganingizdan keyin mana bu butilka, ximiya butilkasi shaklidagi ikonka bor mana bu joyda. Shuni tanlaysiz. Birinchi chiqqani Google Flow deb. Kirganingizda mana xuddi shunaqa katta qilib Google Flow degan narsa chiqadi sizda ham. Hop, chiqqandan keyin aynan mana shu joydan foydalanasiz. Create with Google Flow. Google Flow bilan birga yaratish. Shu qismni bosganingizdan keyin ba'zilarda avtomatik kirib ketishi mumkin. Agar siz birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, sizdan xuddi shu joyda email adresingizni kirgizishni so'raydi. Shu joyga o'zingizning emailingizni yozib turib kirgizasiz. Hop, aynan kirgizganingizdan keyin login parollarni terib kirgizganingizdan keyin, hop, sizda keyingi qismda mana bu joyda uje registratsiya bo'lib avtomatik kiradi. Hop, kirganingizda xuddi shunaqa sizda panel paydo bo'ladi. Endi bu joyda siz qanday ishlaysiz? Hop, keling, hop, birinchi bo'lib siz bilan rasm generatsiya qilish haqida gaplashamiz. Hop, mana bu joyda yangi proyekt ochish bo'ladi sizda. Yangi proyekt ochasiz. Ochganingizda ichki qismda panel bilan tanishtirib o'taman. Panel ancha o'zgargan, yangilangan. Hop, qarang. Panelda nimalar bor? Sizda agar deylik mana bu joyda ko'p video, rasm yoki generatsiya qilganingizda mana bu o'rtadagi qismda paydo bo'ladi sizda.
Ana shu joyda siz bitta proyekt ichida ko'p rasm va videolar generatsiya qilganingizda sizda mana shu joyda ko'p galereya paydo bo'ladi. Xuddi telefonni galereyasiga o'xshab har bitta rasm, yasagan videolaringiz yo'qolib ketmaydi, mana shu joyda turadi. Turganda mana bu lipadagi lupani vazifasi ko'payib ketganda nima deb yasagan bo'lsangiz o'shani qidirish yozish orqali topib olasiz tezroq. Endi All Media degan qism. Endi chap tomondagi panelni chap qismini tanishtirib o'taman. Mana bu chap qismi. Endi bu joyda mana bu sanasi, proyekt ochilgan sana, pastki qismda bo'lsa All Media, ya'ni barcha media, ya'ni rasm, video hammasi shu joyda turadi. Endi characters, ya'ni ma'lum bir yuz qiyofalardan foydalanib siz video yoki rasm generatsiya qilgan bo'lsangiz, aynan shu joyda turadi. Hozir menda bu narsa bo'sh. Ya'ni mana bu joyda men karakter tanlab turib, qaysidir odamning yuzini tanlab rasm yoki video tayyorlashim mumkin. Buni hozir tanishtirib o'taman. Xo'p, endi scenes degan qism bor bizda. Men ingliz tilida ishlatyapman, esingizdan chiqarmanglar. Rus tilidagisini endi ingliz tiliga tarjima qilib olsanglar, yana ham tushunarli bo'ladi sizlarga. Xo'p, scenes. Endi bu joyda nima? Sizlar sahnalar, ya'ni video generatsiya qilganingizda videolarni tezda ajratib olmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu joyni bosganingizda rasmlar olib tashlab faqat videolar qoladi. All mediada bo'lsa, hammasi rasm ham, video ham shu joyda turadi. Endi tools, ya'ni qo'shimcha jihozlar sizga kerak bo'ladigan, deylik, hop, mana bunaqa subtitr generator degan narsa bor. Videolaringizni tashlab turib, unga subtitr yozdirsangiz bo'ladi. Misol, yasagan videolaringizni. Bundan tashqari mana brand carousel builder, ya'ni qanaqadir brendingizga karusellar yasash uchun kerak bo'ladigan ijtimoiy tarmoqlar uchun pluginga o'xshagan narsa, ya'ni qo'shimcha jihoz siz uchun. Hop, endi mashinalar, har xil narsalar yasash uchun qo'shimcha narsalar. Endi bu narsalarni keyinroq yana o'rganamiz batafsil. Avvalambor sizlar oldin o'rganib olinglar. Hop, mana bu joyda templates ham bor, foydali. Ya'ni o'zi kimdir yaratib bo'lgan narsani siz o'zingizda yuklab olib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Endi collapse degan qism bor. Bu yerda axlat qutisi bor. Ya'ni siz udalib qilgan narsalar shu joyga tushadi. Ya'ni shu proyekt ichida collapse degan qismda bo'lsa pastda mana bu chap tomondagi menyu sizga xalaqit berayotgan bo'lsa, bundoq qilib yopib qo'yishingiz mumkin. Lekin ikonkalar joyida turadi. Xo'p, kelinglar, endi sizlarni o'ng tomondagi panel bilan tanishtiraman. Xo'p, plus turibdi bizda, ko'rib turganinglardek, ya'ni yangi media qo'shish. Misol, rasm qo'shib olishingiz mumkin proyektingizga, qanaqadir video yoki karakter qo'shib olishingiz mumkin. Aynan shular mana shu joydan foydalansangiz bo'ladi. Endi bu umuman deyarli kerak emas. Endi keyingi qismda bizda so'roq belgisi turibdi. Ya'ni bu поддержкаga yozish, bu kerak emas sizga generatsiya qilayotganda. Endi mana bu joyda bizda setka bor, ya'ni grid. Ya'ni ko'rish, masalan, deylik, mana bu joyda rasm, videolar turgan bo'lsa, shuni qanday ko'rmoqchisiz? Grid degani, ya'ni to'rtburchak shaklda turadi. Endi batch bo'lsa, endi ikkita bo'lib turadi. Grid holati sizga ancha yaxshi. Endi grid size, ya'ni mana bu joyda har bitta chiqadigan rasm, videolari, misol, qancha joy olishi katta, kichkina. Kattaroq bo'lsa, bundoq qaraganingizda o'zingiz ko'rasiz sahnalarni. Kichkinaroq bo'lsa, ko'proqlari ekranda chiqib turadi. Endi sound on hover, ya'ni ustiga bundoq sichqonchani olib borganingizda videolari ovozini chiqarish bu. Endi return silent videos, ya'ni deylik, hop, aynan bu funksiya hozir esimda yo'q, nima qilishi. Hop, endi keyingisiga o'tib ketamiz. Buni aynan birorta sun'iy intellektingiz bo'lsa, yozib ko'rishingiz mumkin. Umuman kerak emas funksiyalar lekin. Show the details, ya'ni detail ma'lumotlarni ko'rsatish, rasm, videoingizni promptini nimadirni ko'rsatish. Endi clear prompt on submit, ya'ni siz qachonki videoni, misol, rasmni generatsiya qilgan promptni jo'natganingizda, u avtomatik promptni tozalab tashlaydi. Agar siz buni o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, prompt qoladi, o'chib ketmaydi. Hop, endi mana bu joyda ancha yaxshilangan oldingisiga nisbatan sun'iy intellekt, video generatsiya qilish, rasm generatsiya qilish. Sababi bu joyda endi sizga sun'iy intellekt qo'shgan. Ya'ni oldinlari biz esingizda bo'lsa, buni ishlatganlar biladi. Birinchi siz ChatGPTda prompt yozib turib, keyin bunga o'tib turib, promptni tashlab turib generatsiya qilinardi. Hozir yordam qilib, endi chiqish kerak emas deb turib, bu yoqda o'ziga sun'iy intellekt qo'shib qo'ydi. Buni vazifasi endi nima desanglar, bu o'sha joyda promptni siz uchun avtomatik yozadi. Siz vaziyatni tasvirlab ketsangiz, o'zi avtomatik rasm va videoni generatsiya qiladi. Endi nima qilinadi bu joyda desanglar, aynan mana shu joyga deylik, endi 3 ta panel turibdi, yordamchi. Bu narsa yo'qoladi yozishni boshlaganingizdan keyin. Ko'rib turganingizda create a few versions of image, ya'ni birorta rasmni bir nechta variantini yasa degan prompt bu.
Bu sizga yordam promptlari bu. Show me the keyboard shortcuts, ya'ni klaviaturadan foydalanib, misol tezkor klaviatura klavishlarini kimdir o'rganmoqchi bo'lsa, masalan Alt F4 ga o'xshagan, ya'ni programmadan tez chiqib ketish, kopiya qilishga o'xshagan. Mana bu misol mana shu joyda har bitta misol knopkalarni olib borib bosib o'tirishga erinsangiz, aynan shuni bosib turib knopkalarni o'rganib chiqsangiz, tezroq generatsiya qilishingiz mumkin keyinchalik. Endi develop a storyboard, ya'ni qanaqadir hikoyani yarat. Endi bunga Gemini ulangan. Hop, bular avtomatik ulab qo'ygan. Hop, endi mana bu joyda panelni tanishtirib o'taman. Plus knopkasi turibdi bizda ko'rib turganingizdek, plusda bosilganda mana. Ya'ni tepadagi mana plus bor-ku, mana bu joy. O'sha bilan bir xil funksiyasi, rasm, video, ovozlar, kimdir ovozini misol tanlab turib, mana ovozda gapirsin deb turib, ovozini tanlab generatsiya qiladi-da, masalan, promptlarda. Deylik, mana birorta ovoz turibdi, mana. Hi there. We're introducing a new feature where I can read this aloud in a ya'ni qaysidir matnni o'qib berish uchun yordam beradi bu narsa. Ya'ni misol video generatsiya qilganingizda hadeb ovozi o'zgarib qolmaydi. Mana shu ovozda birortasini tanlab generatsiya qilsangiz, o'sha ovozda keyinchalik faqat gapiradi. Masalan, mana buni tanlab qo'ysam, faqat shunda gapiradi. We're introducing a new Hop, endi ayol kishini tanlayman masalan. Hi there. We're introducing a new Ya'ni bu tekstlarni o'qishga, boshqa narsa qilishga yordam beradi, dialoglar. Endi bu karakterlar, bu upload, ya'ni o'z mediangizdan yuklashingiz mumkin bu joyda. Aynan xotiradan o'zingizda bor rasmlari. Kelinglar endi sizlar bilan rasm generatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Endi pastdagi mana bu joy bor. Agent instruksiyalari. Bu narsani chuqurroq o'rganganingizda keyinchalik o'rganishingiz mumkin. Buni yordamida nima qilinadi? Ya'ni xato rasmlar, videolari misol yaratilishini oldini olish mumkin bu orqali. Siz agentga instruksiya berasiz. Masalan, siz qaysidirda videolarni chiqarmoqchisiz sun'iy intellektdan. Qaysidirdagi rasmlarni xohlayapsiz. Masalan, faqat video rasmlarim o'zbekonaga xos bo'lsin desangiz, mana shu narsani yozib qo'ysangiz, bu faqat O'zbekistondagi kadrlarni generatsiya qiladi. Agar yozmaysiz, ba'zi holatlarda boshqa davlatda ham generatsiya qilishi mumkin. Agar promptingizda yozayotgan gapingizni O'zbekiston deb yozib ketmasangiz. Hadeb O'zbekiston deb yozmaslik uchun aynan mana shu joyga instruksiya kiritib qo'yish orqali siz misol mana shu proyektning ichidagi hamma rasm videolari mana shu instruksiyadan foydalanib generatsiya qiladi. Masalan, men faqat 18 yoshlilarda o'rtasidagi videoni yaratmoqchiman. 18 yoshli bo'lsa hamma karakterlar deb yozib qo'ysangiz, faqat 18 yoshli odamlar oladi. Har safar yozmaysiz, siz avtomatik gaplar yozib ketsangiz, 18 yoshli odamlar qatnashgan video rasmlari yaratadi. Endi keyingi narsa mana bu nastroyka, bu juda ham muhim nastroyka qilish. Endi nastroykani kelinglar ko'rib chiqamiz. Mana bu holatda turgani ma'qul nastroyka, ya'ni always ruschada всегда bo'ladi. Nima bu desanglar, har doim mana shu rejimda generatsiya qil. Ya'ni har doim sizdan so'raydi u video yoki rasmni generatsiya qilishdan oldin mana shuncha sizdan kredit ketar ekan, ya'ni o'sha limitingizdan shuncha ketadi. Bu ham limitlangan bo'ladi-da. Limitingizdan ketadi. Qancha limit ketadi? Rozimisiz deydi. Endi bu narsani plus tomoni har doim so'rashini minus tomoni ham bor. Plus tomoni albatta sizni deylik rasm yaratmoqchi bo'lgan vaqtingizda sizni noto'g'ri tushunib, video yasab olsa, videoda ko'p misol kreditlaringizni oladi. O'sha narsani oldini olish uchun sizdan kredit so'rasa, darrovda unga отказ berib turib, men rasm yaratmoqchiman desangiz, o'sha holatda sizda kreditlaringiz bekorga ketib qolishidan asrab qoladi. Endi minus tomoni buni tepadagi funksiyani deylik siz generatsiya qilishga jo'natdingiz, ozgina turib o'ylab oladi-da, masalan, o'ylab olgandan keyin siz uni yana bitta qabul qilishingiz kerak. Shuncha kredit ketar ekan sizda videongizni yasash uchun, qabul rozimisiz deb so'raydi. Ya'ni o'sha narsani siz bosib qo'ymasangiz, video generatsiya qilmayotgan bo'ladi. O'sha minus tomoni bilmay qolsangiz, qanchadir vaqtingiz bekor ketib qoladi. Siz uni generatsiya qilyapti, ya'ni videoni chiqaryapti deb o'ylaysiz, lekin aslida tayyorlamayotgan bo'ladi. Xo'p, endi pastki qismda never degan joy turibdi. Bunda endi never desa sizdan so'ramasdan avtomatik generatsiya qilaveradi. Endi bu joyda rasmlari razmeri turibdi. Qaysi razmer kerak? 4:3, 1:1, 3:4, 9:16. 16:9 mana bu holatda uzun holatdagi video YouTube formati bo'ladi. 9:16 bo'lsa tikka formatdagilar bo'ladi. Endi pastki qismda soni, nechta rasm generatsiya qilmoqchisiz? Bittadan 4 tagacha birdaniga 4 xil variant beradi. 4 ta tanlab qo'ysangiz. Xo'p, endi nano banana endi bu joyda rasm generatsiya qilish uchun sun'iy intellekt turlari. Xo'p, Nano Banana 2 Lite, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, buni o'rtasida nima farq bor desanglar, Nano Banana 2 Lite biroz sifatsizroq, sizni promptingizga nisbatan sal realistikligi past rasmlarni chiqaradi.
Plyus tomoni lekin masalan tez chiqarib beradi rasmingizni. Juda ham tez generatsiya qiladi. Nano Banana 2 da biroz tezlik pasaygan, sifat ancha yaxshilangan, ancha aqlli, sizni ancha tushunib, ancha realistik kadrlar, ya'ni ancha real hayotga yaqin kadrlar tayyorlaydi. Nano Banana Pro ga o'tadigan bo'lsak, detalni, ya'ni har bitta narsani mayda qismlarigacha juda ham chiroyli qilib generatsiya qiladi. Minus tomoni ancha vaqt olib qo'yadi generatsiya rasm chiqquncha. Farqi shu. Xo'p, endi farqi tezlikda va sifatda asosan. Xo'p, endi video generatsiyaga o'tadigan bo'lsak, video generatsiyani ikkita razmeri bor. YouTube format va vertikalni, ya'ni telefon formati, Reels format ham deyiladi, Shorts format ham. Xo'p, endi unda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 4 xilgacha birdaniga variantda generatsiya qiladi. Endi agar siz to'g'ri tanlab qo'ysangiz, sizga birdaniga videoni, misol birta videoni yasadeganingizda 4 xil variantini generatsiya qiladi. Lekin o'shanga yarasha sizni kreditlaringizni sarflab olib qo'yadi. Endi kreditlar nimaligini birozdan keyin tushuntiraman. OmniFlash endi mana bu joyi bossangiz, sizga bu yerda sun'iy intellektlari turini ko'rsatadi. Xo'p, endi asosiy farqga keladigan bo'lsak, bizda Light Fast Quality turibdi. Birinchi Veo'ning farqlarini tushuntiraman. Veo'ning 3.1 versiyasini Light qismi endi ancha tupoyroq, maslahat bermayman ishlatishni. To'g'ri kreditlaringizni tejaydi, lekin bittada maqsadingizga erishmaysiz. Ya'ni siz xohlagan kadrlarni chiqarib bermaydi. Endi Fast bor. Fastda endi xo'p, bunda generatsiya qilsangiz, men o'zim ham ko'p ishlatadigan variant bu. Sal norealroq chiqadi kadrlaringiz, insonlar yuzi, sun'iy intellektlik bilinib turadi-yu, lekin ancha aqlli, ya'ni nima tomonlama aqlli. Siz o'zingiz yasamoqchi bo'lgan narsani, ko'rmoqchi bo'lgan narsani videoda chiqaradi. Endi quality ga keladigan bo'lsak, endi sifat degani quality ingliz tilida eng качественный 4K formatda juda ham tiniq qilib chiqaradigan, umuman sun'iy intellektligi deyarli bilinmaydi, 10%, 5% bilinmasa, lekin bitta tomoni bor, kreditni juda ko'p sarflaydi bu quality qismi. Ya'ni hatto generatsiya qilishdan oldin olish kerak bunda. Bitta uje generatsiya qilganda o'ta katta kreditingizni bu olib qo'yadi sizdan. Endi OmniFlash ga keladigan bo'lsak, bu yangi varianti, bu juda ham aqlli, sifati ancha kuchaygan, sifati juda ham yaxshi. Endi buni mana bu Fast ga tenglashtirish mumkin, lekin Quality ga tenglasha olmaydi. Buni farqi yana bitta, Light Fast Quality da siz asosan xo'p, sekundiga keladigan bo'lsak, 8 sekund atrofida qilgan bo'lsangiz, OmniFlashda 10 sekundda. Ko'p ekanda xursand bo'lmanglar, kreditinglar ko'proq oladi 10 sekund bo'lgani uchun. Xo'p, endi OmniFlashda ko'pincha ishlatishni maslahat beraman. 10 sekund sifati ancha yaxshi. Xohlasanglar Fastda ishlating. Agar sizda misol kreditlaringiz ko'p bo'lsa, video sifati muhim bo'lsa, Quality ishlating. Lekin Lightda umuman maslahat bermayman. Xo'p, endi mana shu holatda nastroykalarni tanlab olasiz. Nimaga tanlash kerak? Bu narsa agentga, misol siz videoni mana bunaqa qilib yasa, rasmni bunaqa qilib yasa deb buyruq berganingizda, mana shu sozlamalar asosida sizga rasm, videolarni chiqarib beradi. Mana shu razmerda, mana shuncha sonda sizga generatsiya qilib beradi. Keling, mana bu joyda siz bilan 3 ta qo'yib qo'yamiz rasmni. Videoni birga qo'yib qo'yganingiz ma'qul. Kredit tejayotgan bo'lsangiz, o'shanda sizda bir dona variant generatsiya qiladi, kredit ham kam ketadi. Xo'p, endi saqlab qo'yaman buni. Saqlab qo'ydim. Endi qaranglar. Kredit nimaligini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mana bu joyda qarasanglar, hop, kredit bor. Menda hozir 50 ta kredit bor. Hozirgi vaziyatda Flow foydalanuvchilariga bepul ravishda kuniga 50 ta kredit beryapti. 50 ta kredit degani endi sizlar mana bu joyda yana bitta narsa bor. Visible watermarking, ya'ni videolaringizda mana shu narsani misol o'chirib qo'ysangiz, ya'ni ko'rinarli, mana pastda sizga misol kichkina sun'iy intellekt belgisini qo'yib qo'yadi. Ana shu narsani o'chiradi. Hop, masalan, yoqib qo'ysangiz ko'rinib turadi, o'chirib qo'ysangiz ko'rinmaydi. Hop, endi mana bu joyda generatsiya qiladigan joy turibdi, ko'rib turganingizdek. Hop, kredit kuniga 50 ta beryapti. Endi mana bu joyga qarasangiz, mana 916.1. Har bittasi nechta kredit olishini hozir ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Xo'p, yaxshi tomoni, rasm generatsiya qilishga Flow sayti umuman sizdan kredit olmaydi. Mutlaqo besplatniy, limiti umuman yo'q, bemalol generatsiya qilishingiz mumkin. Xo'p, endi kelinglar, birinchi bo'lib rasm generatsiya qilish ustida ishlaymiz. Birinchi bo'lib miyezdagi masalan biror bir narsani generatsiya qilish. Masalan, deylik siz birorta hayvonot bog'ini O'zbekistonda tasvirlab ber, Toshkentda demoqchisiz mana. Endi prompt yozish yana ham oson deb bekorga aytmadim. Shunchaki yozasiz mana o'zbek tilida. Toshkentda biror bir hayvonot bog'ini menga rasmini
tayyorlab ber. Rasmda hayvonlar masalan ko'rinib tursin. Endi hayvonlarni aniq aytmayapman, shuning uchun o'zi tanlaydi. Hayvonlar ko'rinib tursin dedim. Endi nastroykada ko'rganingizda 3 ta qilganman. Men 3 xil variantda menga chiqarib beradi. O'zimga ma'qulini tanlayman. Jo'natishni bosaman. Xo'p, biroz vaqt kerak bo'ladi unga. Mana generatsiya qilyapti hozir mana shu joyda. Kutamiz ozroq. O'ylayapti, ya'ni sizni yozgan narsangizni tushunib, promptga o'zi avtomatikga aylantirib, o'sha generatsiyaga o'tib bo'ladi. Mana shu jarayonda biroz vaqt oladi. Chunki ko'rganinglardek men nano bananani qaysi turini tanlaganim ko'rdinglar mana bu joyda. Nano banana 2. Birovni tanlamadim hali. Nano banana 2. Ya'ni o'rta darajadagi, xuddi lightga o'xshagan o'rta darajadagi generator bu ham. Ya'ni yasovchi. Hop, biroz kutamiz. Xo'p, endi rasm yaratish bepul bo'lgani bilan, cheksiz bo'lgani bilan ba'zi bir ahmoqgarchilik tomonlari bor. Ko'rib turganingizdek, o'zi ko'p vaqt olyapti-da. Agar mana shu narsani siz pulli podpiska sotib olib, mana shu joydan o'zini obunasi bor, besplatniy emas, umuman rasm, video yaratish umuman bepul emas. Ana shu joyda siz agar platniy versiyasini sotib olganingizda, bepul o'zi bepul, lekin platniy versiyasini sotib olganingizda rasmlaringiz tez chiqadi. Ba'zan Nano Banana Pro bo'lsa, masalan, pulli foydalanuvchilar ishlatayotgan bo'lsa, u sun'iy intellektni ko'pincha o'sha holatda nima deydi? Sun'iy intellektda hozir ko'p narsa generatsiya qilinyapti, shuning uchun sizni hozir yasab bera olmaymiz, biroz kuting deydi. Shunaqa qiliqlari bor buni rasm generatsiya qilayotganda, agar siz bepul podpiskasini ishlatadigan bo'lsangiz. Xo'p, pulli podpiskalar narxlari haqida birozdan keyin ko'ramiz. Xo'p, endi mana bu joyda ko'rib turganingizdek, mana hayvonlar bilan uji mana Toshkentda hayvonot bog'ini generatsiya qilib berdi. Bu birinchi variant. Ko'rib turganingizdek, bu ikkinchi variant. Sifati yomon emas. Xo'p, uchinchi variant. Mana ko'rib turganingizdek, rasmni chiroyli qilib generatsiya qilib berdi. Mana bu qismlarda yozuvlar yaxshi ko'rinmayapti. Buni saqlab olgandan keyin ko'rish mumkin. Endi savol tug'iladi, saqlab olish uchun nima qilaman? Avvalambor mana bu joyda scenesga o'tib qopti, polni kadrga o'tkazsa mana bu joyga chiqib turibdi ko'rganinglardek galereya. Endi qanday saqlab olaman desangiz, mana bu 3-rasmni saqlash misolida ko'rsataman. Xo'p, qarasanglar, mana bu reuse prompt qayta mana shu rasmni misol generatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, shuni bosasiz. Mana buni bosib turib mana ko'rsangiz animate bor, buni videoga aylantir degani. Mana shu sahnani jonlantiradi bu orqali, animate deb bosish orqali. Ya'ni jonlantirishingiz mumkin. Endi mana bu joyda download bor, ko'rib turganingizdek yuklab olish. Mana bu sifati 1K, 2K, misol 1K razmer degani aynan 1/1 o'lchamda, 2K degani mana shu o'lchamni 2 marta kattalashtir degani. Farqi sifatida bo'ladi, kattaroq monitorlarda tiniqroq ko'rinadi. Endi 4K ni yuklab olish uchun siz podpiska sotib olgan bo'lishingiz kerak, deyapti. Xo'p, mana shunday qilib yuklab olishni bosib, yuklab olishingiz mumkin bu rasmlarni. Endi mana shu rasmda aynan deylik, biror narsani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, rasmni bosib turasiz ustiga sichqonchani va pastga mana bu joyga pastga olib kelasiz. Mana bu joyga qo'shildi ko'rganingizdek. Endi pastga yozasiz, masalan, shu rasmda otaxonni stolda o'tirganini qo'sh dedingiz mana. Buyrug'i berdim. Ko'rib turganingizdek yana ishlashni boshladi. Endi aynan shu rasmni o'zini o'zgartiradi. Otaxonni qo'shib, masalan, o'tirgizib, chiroyli qilib qo'yadi. Xo'p. Ko'rib turganingizda o'sha mavjud rasmni o'zgartirish mana shunaqa bo'ladi. Endi ko'pchilik so'raydi, masalan, birorta bir narsani rasmini yasamoqchiman deydi. Masalan, Gentra mashinasini olaylik, misol uchun sizlarga boy bitta Gentrani mana olib olaman. Masalan, deylik, mana Olexda turgan bitta Gentrani rasmi 01Q275A da Gentrasi turibdi. Xo'p, endi mana buni generatsiya qilib olsin, keyin Gentra bilan nima qilishimizni ko'rsataman. Masalan, birorta odam rasmi bo'lishi mumkin, deylik. Nima deyishingiz mumkin? Menga birorta kiyimni kiydirib ber yoki tasavvur cheksizda, nimani yaratmoqchi bo'lsangiz, nimani ko'rmoqchi bo'lsangiz, shuni hosil qilsangiz bo'ladi. Gentrani tuning qil, tonirovka qil, raqamini o'zgartir, qayerdandir pachoq qo'y deb turib, prompt bilan siz aynan o'sha maqsadingizni yozib, rasmni mana bu joyga joylash orqali o'zgartira olasiz. Mana otaxonni rasmini ko'ringlar. Mana. Ko'rib turganingizda, uje mana otaxonni stolda o'tirgizib qo'ydi. O'zbekona bo'lishi uchun, Toshkent bo'lgani uchun choynaklari qo'yib, tonlari kiygizib qo'yibdi, ko'rib turganingizda. Xo'p, endi kelinglar Gentrani bitta o'zgartiraylik, keyin boshqasiga ko'ramiz sizlar bilan. Xo'p, endi buni o'zgartirish uchun saqlab olish kerak.
Masalan, saqlab olamiz buni. Mana saqlab oldim bu rasmni. Endi men buni saqlab olganimdan keyin bu joyga qayta yuklayman. Mana bu joyga o'rtaga tashlaysiz. Yuklayotganingizda mana o'rtaga tashlang. Hop, egrini bosib qo'yasiz. Birinchi marta foydalanayotganda chiqadi. Mana o'zingiz yuklagan rasmni biroz kutasiz. Bu o'rganib olish kerak rasmni yaxshilab. Xato qilmaslik uchun mana yuklandi rasm. Endi buni yana tortib turib mana pastki qismga olib kelasiz. Endi yozasiz masalan. Gentrani deylik oldi qismini avariya bo'lgan holatga keltir. Pachoq. Mana keltir deylik. Mana shu o'zi yetadi o'zi mana. Bosdim. Aynan mana shu rasmni o'zini o'zgartiradi hozir. Ozgina vaqt olyapti, ko'ryapsizlar. Besplatniy podpiska bo'lgani uchun. Ya'ni oddiy bepul variantini ishlatayotgani uchun ko'proq vaqt ketyapti hozir. Videoni bu qismini o'tkazib yuborishingiz mumkin, sal tezlatib paydo bo'lguncha bemalol. Xo'p. Ungacha kanalimga obuna bo'lib turing, chunki keyingi videolar bilasizlar, eski videolar ko'ringlar xohlasanglar, eski videolarda ham juda ham foydali videolar chiqqan. Umuman hamma pulga sotadigan narsalar bepulga o'rgatib kelganman doim. Bu videoni ham ko'rib turganinglarda juda ham qiymatli, kimdir shuni kurs nimadir qilib o'rgatadi. Men maksimum pro darajada emas hali, misol sizlarga hali to'liq instrumentlar ko'rsatish uchun ancha vaqt ketadi. Pro darajada emas, lekin yetarli darajada misol ancha narsani qilish mumkin holatda bir 60-70% ni o'rgatib qo'yapman. Qolgan 30% endi sekin-sekin asta o'rgansanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganinglar sifatni ko'ryapsizlar, mana qanaqa holatda generatsiya qildi. Ya'ni haligi mashinani orqa fonga e'tibor bering. Mana men hozir original yuklaganimni qarang mana. Original yuklaganimda o'sha 10x dan emas turadi orqada. Qarang, binolarga e'tibor bering. Mana hech narsa o'zgarmagan, ko'ryapsizlar? Yerdagi siniqlarigacha qo'shganda mana. Qaranglar. Juda ham o'xshab ketadi. Endi bunani Banana 2 Pro'da mana shu nomerlarni pachog'igacha o'xshatadi. Juda ham detalli chiqadi. Ko'rib turganinglardek, lekin ancha o'xshatgan. Ya'ni realga o'xshab ko'rinadi. Xohlasangiz rolga o'zingiz o'tkazib qo'ysangiz ham bo'ladi, yoniga rasm qo'shib yana. Xo'p, endi rasm generatsiya qilish xuddi shu tartibda amalga oshiriladi. Endi keling, siz bilan video generatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, video generatsiya qilish uchun siz mana shu joyga xuddi o'sha nastroykani qilib qo'yganingizdan keyin OmniFlash'da masalan video generatsiya qilmoqchisiz. Xo'p, deylik, nima miyangizda bo'lsa, o'sha narsani yozishingiz kerak. Masalan, biz yana shu qora gentrani shunday qo'yamiz masalan, mana. Umuman qo'ymasdan biror narsani siz shunchaki generatsiya qilsangiz ham bo'ladi. Lekin qaysidir kadr qo'yib olib, o'zingiz generatsiya qilsangiz ham bo'laveradi. Masalan, mana shu gentra. Deylik, bu mashinani yosh yigit yoki qiz deylik, mana yosh qiz urib olib, mashinadan tushib yordam bering deb baqiradi. Mana generatsiya qilishni bosamiz. Hop, yana endi o'zi avtomatik mana ko'rganinglardek, men always qilib qo'yganim uchun mana 15 ta kredit oladi sizdan hozir deyapti. Sizni videongizni yaratadi deyapti. Ya'ni men bunga video qil deganim yo'q. Harakatda aytganimda sun'iy intellekt avtomatik tushunyapti-da. Demak, harakatlantirishim kerak, video qilishim kerak buni deyapti. Mana shu rasmdan foydalanam deyapti. Men approve qilaman, mana yana qabul qilish. Endi approve do not ask again deb bosib qo'ymang. Buni bossangiz keyingilarini umuman so'ramasdan tayyorlaydi. Reject deb bossangiz отказ beradi, ya'ni yasamaydi. Endi mana uji yasash boshlandi. Hozir video chiqaradi bizga. Endi mana bu menyuni tekshiramiz. Ko'rganinglardek, mana buni bossa faqat rasm o'zi chiqadi. Mana bunisini bossa videoni o'zini chiqaradi. Endi biz video hali generatsiya qilmadik, shuning uchun chiqarmayapti. Xo'p, kutamiz ozgina yana video yasash uchun. O't, ana ko'rib turganinglardek tayyor. Generatsiya qilishi endi boshladi mana.
promptni yaratib, endi generatsiya qilishni boshladi. Endi o'sha foizi to'lishini kutamiz. Mana hozir chiqib qoladi video mana. Somebody please help me! Endi bunda inglizcha bo'lib qolibdi. Chunki mana prompt tarjima qilganda inglizcha bo'lib ketib qolganda, mana bu yozgan gapim bor-ku, mashinadan tushib yordam bering degan qismini ikkita qo'sh tirnoq ichiga olib qo'ysanglar, masalan, mana bundoq qilib mana yordam bering degan so'z turibdi. Shuni ikki tomonini mana xuddi shunaqa qo'sh tirnoq qilib qo'ysanglar, mana yozayotganinglarda o'sha gapni o'zbekcha gapiradi. Hozir ko'rib turganinglardek mana video tayyor. Mana. Endi baribir biroz sun'iy intellektligi bilinadi mana ko'rganinglardek, lekin ancha o'sish bor. Agar yana ham o'xshatmoqchi bo'lsangiz, masalan, siz mana boshida ozgina xatoliklar bor ko'rib turibsiz. Aniq tasvirlashingiz kerak. Katta yo'lda mana shu mashina ketayotgan bo'ladi va birorta to'siqqa borib uriladi desangiz, bu yana ham aniq tasvirlab, chiroyli qilib beradi. Mana ko'rganingizdek. Mana ancha yaxshi sifati lekin. Misol jonliga o'xshaydi mana shu turishi ham. Mana shu holatda chiqyapti video. Tutashni ko'ryapsiz, juda ham jivoy qilgan o'zi ham. Mana shu ko'chada yurib kelyapti, ko'rib turganingizdek, ko'chani o'zi avtomatik ancha tushunib qilyapti. Juda ham ajoyib, sun'iy intellektdaman. Xo'p, endi aynan videoning bu qismida sizlar bilan limit haqida gaplashamiz. Endi videoni ko'rdinglar, qanday yaratilishini, o'zingizdan rasm tashlab turib qilishingiz mumkin. Birorta videoni tashlab o'zgartirishingiz ham mumkin. O'zingizning kreativligingizga bog'liq endi. Hop, endi mana bu joyda ko'rganingizda mana 50 tadan uji 35 taga tushdi, ya'ni uji 15 ta kredit ketdi. Bu degani mana shu 10 sekundlik shunaqa videoda hozir men yana bir 15-30 bo'lsa 2 dona generatsiya qilaman, 5 dona kreditim qolib ketadi. Ertaga yana 50 ta qilib qo'yadi bu. Besplatniy varianti shu. Demak, kuniga rasm video generatsiya qilsam, videoni o'zini shunda 50 ta bo'lsa, 15 tadan olsa ham 3 dona video chiqarishim mumkin. 30 sekund bo'ladi. Jami 10 sekunddan 3 ta. Xo'p, endi mana bu joyda Manage Membership degan joy bor yoki Upgrade degan tugma bor bizda. Agar siz platniy obunani sotib olmoqchi bo'lsangiz, keling, mana shu joyda sizga platniy obunani tanishtirib o'taman. Upgrade ni bosdim. Mana obunalari ko'rib chiqamiz, kelinglar. Bizda hozir ko'rib turganinglardek 3 xil variant beryapti. Bu oylik variant, yillik bor. Xo'p, oylik variantda ko'rib turganinglarda oyiga qancha to'lashingiz yozilgan birinchi o'rinda. Masalan, deylik, mana 16% pulni tejaysiz agar siz yillik podpiska sotib olsangiz deyilyapti bu joyda. Yillik podpiska ko'rib turganinglarda $49 dan boshlanyapti va eng qimmati, xo'p, mana bu joyda $149 turibdi 1 yillik. Mana bunga e'tibor bermanglar ultraga. Bu oylik yechilar ekan, ya'ni oyiga $99 dan. Aslida mana bu eng qimmati, oyiga shunchadan yechyapti. Bu yilga shuncha yechyapti. Endi buni ham beradigan variantlari misol o'shanga yarasha. Xo'p, oylikdan boshlasak. Oylikka sotib olmoqchi bo'lsangiz 200 dona kredit beryapti. Flow o'ziga bu, ya'ni. Endi misol keyingi oyiga siz $5 to'lab nima olasiz? Sotib olsangiz AI Plus tarifi, bu Plus Pro demak ultra tariflari bor. Plusda siz nima olasiz? Flow, ya'ni o'sha sun'iy intellektda Plus variantida o'sha ancha yaxshi kadrlar generatsiya qilishni boshlaydi. Pulli variantida ancha realistik bo'ladi. Siz aniqroq tushunadigan bo'ladi. 200 ta kredit. Bu degani ancha kam, o'zi $5 ga to'g'risi gap. 200 dona kredit u degani hisoblab ko'rsanglar bo'ladi. 15 tadan bo'lsa ham, masalan, bitta video generatsiyasiga uji siz deylik 10 dona video chiqarsangiz, hisoblasak 5 minutli video qilsangiz, uji tugab qoladi u kredit. Endi muammo 1 oylik kreditingizni sarflab qo'yasizda. Shu bilan yana 1 oy, keyingi oyga yana podpiskam pulini yechib, keyin sizga yana 200 ta beradi. Demak, 1 oyda maksimum generatsiya qilsangiz, siz 10 tadan oshiqroq, 13 ta, 15 ta atrofida video chiqara olasiz. Endi mana bu joyga keladigan bo'lsak, Gemini app turibdi. Ya'ni qo'shimcha funksiyalari $5 ichida, deylik sizga nima beryapti? Gemini app, ya'ni limitlar ancha ko'tarilgan planlarda haligi Flashda syncing modul ochilgan deyapti. Gemini'da o'zining sun'iy intellekti bor, ko'pchilik biladi. O'shanda plus imkoniyatlar ancha oshadi deyapti. Lekin bu umuman arzimaydi puliga. Umuman buni olishni tavsiya bermayman. Xo'p, endi Gemini in Gmail, ya'ni Gmail ichida siz Gemini sun'iy intellektini ishlatishingiz mumkin. Ishlatishni bilgan odamga, email bilan ko'p ishlaydigan odamga juda ham kerakli. O'rningizga xabarlar saralab, chiroyli qilib ma'nolarni chiqarib, masalan, birorta odamdan xabar kelishi kerak bo'lsa, kutayotgan bo'lsangiz, o'shani bossangiz, u sizga avtomatik o'sha xabarlarni topib, ajratib, sizga yordam beradi. Yordamchi bu. Notebook degan narsa bor bizda.
Ya'ni bu juda ham kerakli narsa. Quizlar, har xil narsalar qilsa bo'ladi. Uni ham imkoniyati juda ham keng. Notebook ichida Gemini qo'shiladi, deyapti. Endi Google Flow Music, ya'ni siz Music Studio orqali siz qo'shiqlarni generatsiya qilishingiz mumkin, deyapti plusda. Endi ko'rib turganinglardek, besplatniy masalan mana bu variantda mana bu joyda qanaqadir deylik qo'shiq generatsiya qilish, muzika chiqarish degan narsa umuman yo'q. Bu oddiy varianti. Bu faqat plusda bo'ladi. Mana qaranglar. Google AI Plus. Hop, Google AI Plus'ni ko'rib turganinglardek mana Google Flow Music turibdi. O'sha imkoniyati mana shu boriga $5 to'lab oyiga shuni olasiz xolos. 400 GB ozgina sizga xotira beradi cloudda shu. Endi AI Pro tarifi bor. AI Pro ko'rib turganinglarda oyiga $5. Shunda 1 yillik sizga hisoblaydigan bo'lsak, $5 dan atrofida hisoblasa ham foizlari bilan birga $60 atrofida tushyaptimi shunda? Lekin bitta tomoni bor. 3 oy $5 dan keyin $20 ga o'tib ketadi. Bu degani $20 dan hisoblasak oyiga sizga общий hisobda hop $240 ga tushyapti bu oyma-oy to'lasangiz. Endi buni yillik to'lasangiz, ko'rib turganingizdek, mana $149 ga $150 ga tushyapti sizga. Ozgina skitkasi bo'lyapti ko'rganinglardek. Примерно $100 skitka bo'lyapti. Hop, endi bunisida bo'lsa, ko'rib turganinglardek mana $49 ga to'g'ri kelyapti, $50 ga. Agar oylik to'lasangiz, uji 10 oyda puliga siz 12 oylik, 2 oy foydada bo'lyapsiz. Hop, endi bunda Proda nima desak, oyiga 1000 dona limit beradi. 1000 dona limitga ko'rib turganingizda bir 100 dan oshiq videoni bemalol generatsiya qilsangiz bo'ladi. Endi undan tashqari yonida nima bor? Gemini app, ya'ni Gemini appda siz 4 barobar katta limit beradi sizga. Pro hamma funksiyalari 100% ishlaydi. Mana deep search degan narsa qo'shiladi plus tomoni yana bitta. Birorta bir izlanish yoki nimadir tayyorlayotgan bo'lsangiz, juda ham chuqur izlanish qilib turib sizga xato javob berish ehtimolligini ancha pasaytiradi. Va undan tashqari juda ko'p funksiyalar ochiladi. Qo'shiq tayyorlash umuman zo'r funksiyalari bor. Google Search degan narsa bor, ya'ni Gemini 3 Pro degan narsa bor. Bu juda ham zo'r funksiya, yangi chiqqanlardan, variantlardan bu ham. Gemini 3 Pro sizga beriladi va undan tashqari ko'proq sizga qidiruv funksiyasini qo'shib beradi. Bunda yo'q umuman u narsa. Qidiruv funksiyasi Gemini sun'iy intellektining ichida qidiruv qo'shiladi. Yana ham aqlliroq internetdan manbalar qidirib ishlaydigan bo'ladi. Xo'p, endi Gemini'ni nimaga qo'shib berishadi yana sizga? Aynan o'sha akkauntingizdagi Gmailingizga Word bor, ko'pchilik ishlatadi, Google'dagi Wordni. O'sha Word bilan ishlashingizga yordam beradi. Masalan, menga 3 ta tablitsa qil, birinchi qatorda ism, ikkinchi qatorda boshqa, uchinchi qatorda boshqa deb turib, bu narsani endi sizlarga yana batafsil keyingi videolarda o'rgataman. Ya'ni Gmailda ishlatish, Doc'da ishlatish, nimalar qilsa bo'ladi, shunaqa narsalar o'rgataman sizga yana. Wix sun'iy intellektga qo'shib beradi, deyapti. Va undan tashqari ko'plab narsalarga qo'shib beradi. Slaydlar tayyorlashga, hamma narsani sizga tayyorlab berishga yordam beradi, deyapti. O'rta puliga eng arzirlisi mana shu o'rtadagi tarif deb hisoblayman men. Endi notebook bor, keyin uni ichida yana vaqti ko'p funksiyalar aytganimdek, buni ham tushunadi bu narsani. Buni notebookda ham funksiyalarini tanishtirib o'taman. Hozir juda ham ko'p tanishtirib o'tirishga. Google Antigravity, ya'ni Entry Rate Limits to Agent Modeling in Google Antigravity, our agentic development platform. Ya'ni agentlar sizni o'rningizga har xil narsalar bajarib beradigan agentlarga sizga kirish uchun limit beradi, foydalanish uchun. Juda ham zo'r bu ham. Bu yangi narsa, tez orada buni ham tushuntiraman sizlarga. Endi Google Developer Program Premium, ya'ni Google developerlar uchun, ya'ni misol dasturchilar uchun bu narsa, dasturchilarga sizga kreditlar beradi, misol premium tarif beradi sizga. Buni dasturchilar tushunadi. Bu sizga kerak emas, dasturchi bo'lsangiz, lekin juda ham zo'r narsa. Google AI Studio, ya'ni get expanded limits to prototype, experiment and build with our Gemini 3.1 Pro models and Nano Banana Pro deyilyapti. Ya'ni Nano Banana Pro ni sizga beramiz, deyapti. Undan tashqari Gemini 3.1 sizda rasm video yaratishingiz uchun qo'shib beramiz, deyapti. Ya'ni siz bir narsa yozganingizda bezashibga ishlashni boshlaydi, bezashibga videolarni chiqarishni boshlaydi. Bu degani limitingiz bekorga ketib qolmaydi hech qachon. Qo'shiq yaratish degan narsani qo'shyapti va Android Studio, ya'ni supercharge your Android development with expanded limits to our best Gemini models for agentic AI assistant. Ya'ni Android uchun programma yasaydiganlarga yordamchi bo'lib ishlab berishga Pro modul qo'shiladi, deyapti. Ya'ni dasturchilarga ham ancha imkoniyat yaratyapti va xotira sizga Google'da
rasm yuklab, video yuklab saqlashingiz uchun 5 terabayt qo'shib beryapti. Вообще katta xotira bu. Aynan mana shu joyda juda ham katta sensatsiya qilib yuborishgan o'rtadagi tarifda, ya'ni juda ham foydali. Ultraga keladigan bo'lsak, ultrada ko'rib turganingizdek limit oshgan, 1000 ta emas, 10 000 ta limit beradi. Endi bu ikkala limit kam deb hisoblamanglar. Bu oyma-oy yangilanadi limit. Bir yilda shunda 12 000 bo'ladi, bir yilda bu 120 000 limit bo'ladi. Limit ancha katta. Endi bu juda ham ko'p generatsiya qiladiganlar uchun, lekin narxiga qimmat deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, endi Google Search bor, keyin farqi yo'q, umuman bir xil. Qolgan funksiyalari hammasi bir xil, mana ko'rib turganingizdek, hammasi bir xil, bir-biri bilan. Endi bitta narsa qo'shib qo'yapti bizda, Genie degan narsa bor, ya'ni create and explore in interactive worlds in real time with our breakthrough Genie 3D world model. Ya'ni bu nima desanglar, har xil interaktiv dunyolari 3D formatda, har xil formatda siz ko'rib, ajoyibot narsa. Bu ham YouTube'ga yozsangiz chiqadi yana. Bu narsani biz asta-sekinlik bilan tushuntiramiz. To'g'risi, bitta videoda tushuntirib bo'lmaydi. Bu funksiyalar har bittasida umuman pul topish mumkin-da, umuman boshqa narsalar bilan. Biz mana bu narsani ishlatamiz xolos-da o'zi. Ko'pchilik o'ylaydi, menga video generatsiya qilish uchun obuna kerak deydi, lekin bilmaydiki, ular sotib olgan obunaning ichida mana bu qo'shimcha funksiyalar ham bor. Biz faqat mana bu tepadagini ishlatamiz, pastdagini ishlatsangiz sizni hayotingiz, umuman kunlik ishlashingiz вообще osonlashib ketadi. Masalan, Gemini sun'iy intellekti bilan siz savollaringizga javob olishingiz mumkin. Qaysidir deylik, o'zingiz bilmagan narsalar haqida javob topib yoki qanaqadir fayl yozdirib yuklab olishingiz mumkin. Gemini imkoniyatlarida bu narsani yana ko'ramiz. Xo'p, endi undan tashqari yana nima qilish mumkin? Siz Wordda ishlasangiz yoki birorta boshqa programmalarda ishlasangiz, unda ham mana obunaning ichida shularga qo'shimcha sun'iy intellekt qo'shib beryapti. Ya'ni siz mana shu deylik Excelda mana narsalar hisoblaydigan bunaqa qil deb buyruq yozsangiz bo'ldi. O'zi formulalarni yozib super qilib hisoblaydigan qilib beradi sizga. Ya'ni даже sizni qo'lingizdan kelmaydigan narsani bir necha sekund ichida juda ham katta tezlikda tayyorlab beradi. O'shaning uchun siz o'rganing, siz pul to'layapsiz-da obunaga. To'laganingizdan keyin har bitta funksiyasini ishlating. Endi yillikda ko'rib turganingizdek pulda funksiyalar bir xil, faqat pulda farqi bor. Pulda endi ko'rib turganingizdek mana bu oyga, yilligi yo'q ultrani, bular oyma-oy ko'rib turganingizdek mana bu ikkitasi. Xo'p, endi mana shu joyda 3 xil obuna turibdi. Demak, siz Plus'ni, Pro'ni, Ultrani o'zingizning xohishingizga qarab sotib olishingiz mumkin. Agar siz yillik sotib olsangiz, masalan, har oy bir xil sanada sizga sotib olgan sanangizdan boshlab bir oy o'tgandan keyin mana bu limit yana 1000 yangilanaveradi. Faqat ishlatilmay qo'ygan kreditlar kuyib ketadi, shuni hisobga oling. Ya'ni 1000 ta bo'lsa, sizda 100 ta qolib ketgan bo'lsa, 1000 ga qaytadi-da 100 ga kuyib olasiz. O'shanga har oy ishlatganda 0 qilishga harakat qilish kerak. Ultra tarifida bo'lsa 10 000 beradi, ishlatasiz, keyingi oyda yana 10 000 ga yangilanib qolaveradi bir oy o'tgandan keyin. Bu ham shunaqa. Bir oylik prosta oyma-oy emas, yillikni oldindan to'lab qo'yasiz, ozgina chegirmaga ega bo'lasiz. Xo'p, endi shu joyda Edom Mirzodan sizlarga bomba sketga ham taklif bor. Sizlarga mana shu joyda turgan AI Pro tarifi bor, ko'rib turganingizdek, o'rtada mana shu AI Pro'ni 1 yillik tarifini men sizlarga $149 emas, $100 ham emas. Attiga 350 ming so'mga sizlarga olib beraman. Ya'ni o'zingizlar akkauntingizga, o'zingiz xohlagan akkauntingizga shaxsiy, misol 10 ta 20 ta odam ishlatmaydi uni. O'zingizning akkauntingizga ulab beramiz. O'sha akkauntingizda, o'zingiz shaxsiy akkauntingizda ulab beramiz. O'shanda bemalol ishlataverasiz. 1 yilligini ulab beramiz sizga. Xo'p, 1 yilligini ulab beramiz. Narxi 350 ming so'm. Bu вообще bomba narx. 12 oylik podpiska bo'ladi. Buni tekshirib olasiz. Masalan, xuddi shunaqa deylik, sizga qanaqa akkaunt beriladi deylik. O'zingizning akkauntingizga olib beramiz, lekin hozir ko'rsatib o'taman, qarang. Boshqa bitta akkaunt bor, xuddi shunaqa pro podpiska sotib olingan. Hop. Mana. Hozir men sizga aynan shunaqa obuna sotib olingan akkauntni ko'rsataman. Xo'p, qarang. Mana u obuna sotib olingan akkaunt shunaqa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, hop. Ultrani qo'yib qo'yibdi menga, chunki qolgan planni ko'rsatmayapti, chunki bu sotib olingan mana. Pro tarifi sotib olingan deyapti. 12 oy uchun sotib olingan bu sizga deyapti. Hop, endi
Mana obunaga keladigan bo'lsak, keling obunani siz bilan ko'rib chiqamiz. Mana membershipni ochyapman, qarang. Mana planimni ko'rsatyapti. Hozirgi planim ko'rib turganinglardek mana 5 terabaytlik o'sha ikkinchisini sotib olingan. Ichida nimalar ko'ryapti? Sizda deylik 5 terabayt o'sha xotira, Google Drive'lar uchun, Gemini hammasi o'sha Pro model generatsiya qilish, Google Flow hamma funksiyalari, Gemini'ni Gmailga, Doc'ga hammasiga qo'shib berilgan. YouTube Premium Lite Individual degan narsa turibdi. Ko'pchilik videolari reklamasiz qilib beradi va ko'pchilik videoni misol orqa fonda misol qo'yish imkoniyatini beradi. YouTube Premium ham bor buni ichida. Ko'rib turganinglardek. Videolarni promo YouTube'da o'zidan yuklab olish imkoniyatini ham beradi. YouTube Premium Lite bu hamma misol bo'lmasligi mumkin hammada, lekin mayli shu akkauntdan foydalansangiz bo'ladi sizda. Xo'p, endi bu narsaga e'tibor bermaysiz, bu qo'shimcha limit sotib olish, demak, obunasini ko'rib turganinglardek mana. Deylik, tekshiramiz mana. Xo'p, aynan o'sha mana bu generatsiya qiladigan joyga kirib, mana akkauntda hozir sizlar bilan almashtiramiz mana. Hozir akkauntni almashtirib ko'ramiz sizlar bilan. Haqiqatan o'sha Pro ulanganmi, yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Flow Musicga qo'shiq yaratadigan kirib qoldi endi. Hop. Flow o'ziga qaytamiz. Hop, sun'iy intellekt bilan qo'shiq yaratishni ham keyinchalik ko'ramiz. Hozir aynan mana shu narsani ko'rib olaylik. Hop, Flowga kiryapmiz mana. Mana endi mana shu akkaunt tanlayapman. Mana ikkinchisi boshqa akkaunt emas, aynan o'sha akkaunt. Endi mana kirganimda mana Pro obuna turibdi, ko'ryapsizlar. 1050 limitingiz bor deyapti sizda. Mana Pro tarifida siz deyapti. Endi mana shu joyda mana barcha funksiyalari o'sha ko'rib turganinglardek Pro variantda faqat mana. Hammasi bor. Pro variantda limitlar o'sha mana Pro deb yozib qo'yadi ko'rganinglardek, platniy podpiska sotib olgan akkauntni. Hop, endi mana Manage Membership deb bosaman. Mana ko'rib turganingizda xuddi o'sha akkaunt mana 5 terabaytligi ulangan deyapti. Ya'ni ko'rib turganinglardek mana 5 terabaytligi ulangan. Endi membership family setting degan narsa bor endi bunda ham. Ya'ni oila a'zolarini qo'shib ishlatish. Hop, foyda tomonlarini mana benefitsdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana AI Pro ulangan sizga deyapti mana. 22-iyulda ulangan deyapti. Endi bu qachongacha amal qiladi? 2027-yilgacha amal qiladi demak. Hop, mana qo'shimcha funksiyalar hammasi turibdi, lekin men ishlatmayapman. Hop, endi ko'rib turganingizda mana platniy versiyada turibdi obunamiz. Mana xuddi o'sha akkaunt. Hop, akkauntga kirishga harakat qilmanglar. Xavfsiz akkaunt, hamma joyga parol qo'yib tashlangan, kira olmaysizlar baribir. Hop, sizlarga aytadigan narsam, aynan xuddi shu akkaunt, xuddi shunday akkaunt sizga ulab beriladi. Masalan, bugun aloqaga chiqsangiz, bugungi sanadan qilib sizga ulab beriladi. Ertaga aloqaga chiqsangiz, ertangi sanadan boshlab 1 yil ishlaydigan qilib kafolat bilan sizga ulab beriladi. O'zingizning akkauntingizga ulab beramiz. Narxi o'sha aytganimda ochiq-oydin aytyapman. Skidkada 350 mingga tushirib qo'ydik. $100 dan sotilgan avval. 350 mingga tushirib qo'ydik. Xarid qilishga shoshiling. Bu narsa ham doim emas. Misol hozircha bor, keyinchalik yo'q bo'lib ketadi. Hop, yaxshi taklifdan foydalanib, xuddi shunaqa video generatsiyani kafolat bilan o'zingizning akkauntingizga ulab, mazza qilib ishlatmoqchi bo'lsangiz va qo'shimcha funksiyalari bilan birga faqat video yaratish emas, haqiqiy podpiskasini olib, ofitsialniy podpiskasini sizga ulab, o'zingizda aynan bitta o'zingizga ishlatadigan qilib ulab beramiz. Shu joyga ayniqsa e'tibor bering. Ko'pchilik mana bunaqa holat, akkaunt ulab beradi sizga. Ular berganda sizni aynan aldab qo'yishadi. Nima deb 50 mingga ulab beraman deydi, lekin 50 mingga sizga bitta akkaunt beradi. Uning ichida juda ko'p odam bo'ladi. Juda ko'p odam bo'lgan hisobga ko'p video yasaydi ular, limit tez tugab qoladi. Bunaqa akkauntni olmang, ham xavfsizlik ham to'g'ri kelmaydi. Sizni bloklab qo'yishi mumkin ular telefoningizni ertaga. O'shaning uchun siz ofitsialniy obunani oling va o'zingizning akkauntingizga ulang. O'sha narsani biz sizga 350 mingga 1 yilligini ulab beramiz. Agar sizga shu taklifimiz qiziq bo'lsa, olmoqchi bo'lsangiz, iltimos mana shu ekrandagi manzilga Telegram orqali aloqaga chiqing. Aynan shu tarifni ulash sotib olmoqchi edim deb yozsangiz, avtomatik sizga sirazi sizdan kerakli ma'lumotlar beriladi va juda ham tez muddatda ulab beriladi. 24 soatdan o'tmaydigan muddatda sizga ulab beramiz. To'lov qilganingizdan keyin albatta.
sizga maxsus linkni qoldirdim ekranda, shunga aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar bugungi videoyim sizga ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'lib, foyda keltirgan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'ling. Va bu videoni sun'iy intellektda video yasash yoki rasm chiqarishni o'rganaman deb yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Kurs sotib olishlaridan oldin.